Yerdan milliard kilometr uzoqlikdagi bizga tegishli bo'lgan obyektni bilasizmi? Bu Voyager 1. Insonlar tomonidan 1977-yil Yupiter va Saturnni o'rganish uchun yaratilgan kosmik kema. Hozirda u bizdan 24 milliard kilometr masofa uzoqlikda va 1 soniyada 17 kilometr masofani bosib o'tyapti. Mana u tomonidan olingan bir qancha ajoyib suratlar. Qizig'i shundaki, mabodo uni o'zga sayyoralar topib olsa, ular biz haqimizda bilib olishardi. Sababi Voyager 1 oltin plastinkaga ega. Unda musiqa, 55 ta tilda salomlashish va sayyoramizdagi hayotni tasvirlovchi 115 ta surat mavjud. Biz hali ham undan masofadan turib ma'lumotlar ola olamiz. Ammo bu xabarlar bizga 22 soatdan keyin yetib keladi. Voyager 1 aslida faqatgina 5 yil ishlashi taxmin qilingandi. Ammo 48 yil bo'ldiki, u hali ham to'xtab qolgani yo'q va u yana 10 yildan ortiq ishlashi taxmin qilinyapti. Ko'proq foydali kontent uchun sahifamga obuna bo'ling.